Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana imoratimiz ikkinchi paxsasini ham urib oldik. Tarosh olish jarayonida akalar ishlab yotibdi. Xudo xolasa mana ikkinchi paxsa ham tugadi. Sheriklar uchinchi paxsaga loy qilyapti. Mana bu yoqqa ketyapti mana hisoblash jarayoni. Tarosh olinyapti. Sheriklar mana loy qilyapti. Mana hisobimiz. Tarosh olyapti. Mana 150 metr imorat. Mana bu yog'i. Mana hisobimiz ham ishlab yotibdilar. Mana nasib bo'lsa tugadi ikkinchi paxsa ham. Olmaysiz hisob.